Объемная укладка на Dyson. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Dyson'da brashingda ukladka qilamiz. Birinchi o'rinda bizga muz kerak bo'ladi. Ukladkamizni объемныйroq qilib berishi uchun. Ikkinchi o'rinda termozashita sprey ham объем beradi, ham sochimizni kuyishidan asraydi. Quritadigan nasatkasini olib, sochimizni yaxshilab quritib olamiz va undan keyin biz уже skeletniy расческani o'rnini bosadigan nasatkasini olib prikornевой объем berishni boshlaymiz sochimizga. Undan keyin brashingni ulab, rejim раздуваниясini o'chirib, quritishni va при этом ukladka qilishni boshlaymiz. Eng asosiysi uchini qayirib qo'yinglar, o'shanda yaxshi effekt bo'ladi. Uchiga ko'proq ahamiyat beramiz. Ukladkamizni brashingdan yechayotganda qo'limiz bilan yordam berib, jingalak qilishga harakat qilishimiz kerak. Men ichkari tarafga qaratib qildim. Xohlasanglar tashqariga qaratib qilsanglar bo'ladi. Har xil effekt bo'ladi, lekin ikkovi ham chiroyli chiqadi. Bu endi o'zingizlarning usmatreniyalarga qarab qilaverasizlar. Yanada объем berib, yanada harakat qilib, bundan ham chiroyli qilsa bo'lardi, lekin juda ham katta объемlarni yoqtirmayman. Shuning uchun o'zimning vkusimga qarab qilaverdim. Qolganini o'zingizlarga qaranglar. Dyson'da o'zi ishlatishni yaqinda boshladim. Endi o'rganyapman. Shuning uchun kamchiliklarim bo'ladigan bo'lsa, yozib menga yordam berib o'tib ketsanglar, faqat xursand bo'laman. Agar sizlarda biguti bo'ladigan bo'lsa, sochingizlarni o'rta strukturasidan, o'rtasiga kelganda, tepa tarafga qarab biguti qilib, lak surkab, то есть sepib ketsanglar, yanada объемныйroq bo'ladi, yanada chiroyli bo'ladi. Men faqat tepalariga qildim, chunki bigutim ham, zakokam ham shunchaga yetayotdi. Ukladkamiz ham tayyor. Hammaga rahmat prosmotr uchun. Sog' bo'linglar.